بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بو 18 درس وبلوغ المرام صيام كتابنا 39 حديثة قال حافظ ابن حجر رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. Aytadilarki, Oysha radhiyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ro'za tutardilarki, ya'ni ro'zani doimiy tutganlaridan, hattoki biz o'ylardikki, bu kishi ya'ni iftorlik qilmasalar kerak, o'sha ya'ni doim ro'za tutsalar kerak deb o'ylardik. Va yuftiru hatta naqul la yasum. Va ba'zi holatlarda ro'za tutishni to'xtatardilar. Keyin tutmasdilar, umuman tutmasdilar. Hatto gumon qilardiki, bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ancha ro'za tutmasalar kerak edi. Va ma ra'aytu, degan Oysha, va ma ra'aytu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam istakmala siyama shahrin qat illa Ramazon. Ro'za tutishlikda bir oyni to'liq tutishlik ro'zasini faqat Ramazon oyida tutganlar. Boshqa oylarni Ramazon kabi tutmaganlar. Va ma ra'aytu fi shahrin akthar minhu siyami fi Sha'ban. Ro'zani ko'proq tutgan bir oyda o'sha oyni ko'pini tutgan oy bu Sha'ban oyi deydi. Sha'ban oyi edi. Birinchi masala hadisning tahriji, hadis muttafaqun alayh. Hadisun muttafaqun alayh va hadisun Imom Buxoriy siyom bobida bu hadis zikr qilganlar va Imom Muslim ham qilganlar bu sahihlarda va hadis isnaduhu nadifun sahihun. Imom Malik rivoyatdan u kishi Abi Nadr Mavla Umar ibn Ubaydillah, u kishi Abi Salama ibn Abdurrahman ibn Avf, u kishi Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilgan. Oysha esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan yoki bu holatni yoki payg'ambar holatini zikr qilganlar. Ikkinchi masala hadisni fiqhul hadis. Hadisning dalolati payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi holatlarda ro'zani to'xtatmasdan tutardilar va ba'zi holatlarda esa tutmay qo'yardilar, umuman tutmasdilar. Va buni siri, bu narsani qilishlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallam holatga vaziyat qarab ish tutardilar. Chunki esdan chiqarish kerak emas, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rahbar edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rahbar edilar. Va bu fakt, bu voqelik, bu ro'za insonni zaiflashtiradi. O'shanga agarda ishlari ko'payib ketsa va band bo'lsalar, ro'zani to'xtatardilar, kechiktirardilar va odamlarni ishlari bilan band bo'lardilar. Chunki bu narsa insonni zaiflashtiradi, tinkasini quritadi. Va agarda ishlar kamaysa va agarda bandlik kamaysa, u holda ro'zani ko'paytirardilar. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ro'zalariga muayyan payt yo'q edi va ro'zani to'xtashlariga ham muayyan payt yo'q edi. Joyi qarab muomala qilardi. Va xuddi shunaqa musulmon ham shu holat shunaqa bo'lishi kerak. Chunki dunyo bor ekan, inson band bo'ladi. Va laqad xalaqnal insona fi kabad. Kabad degan bandlik, g'am tashvish. Dunyo g'am tashvish. Modam shunaqa ekan, inson umid uzmaydi, lekin vaqtini tartiblab ish tutadi. Agar juda ham band bo'lsa, xayr inshaalloh, mahzun bo'lmasin, mayli inshaalloh. Va ba'zi paytlarda ishlar yengillashib qoladi. O'sha paytda foydalanib qolsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xuddi shunaqa qilardilar. O'shanga musulmon banda ya'ni bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mana shu holda ham iqtidor qilib unga ergashishligi talab qilinadi va
umid uzmasdan ba'zi paytda inson band bo'lib qolishi mumkin, ichi siqilib, qalbiga yaqin olib, endi nima qilaman, endi dinimga amal beraymanmi? Alhamdulillah, inshaalloh bir kun keladi, yaxshi kunlar ham keladi yoki yengil kunlar kelib qoladi. O'sha payt foydalaning, o'sha paytda foydalaning. Va musulmon o'zini nafsining tabibi. Tabib nimaki insonga foydali biladi. Musulmon xuddi shunaqa biladiki, qachon foydalansam bo'ladi, qachon g'animatni qo'ldan boy bermasdan foydalansam bo'ladi, qachon bu ishni qilsam bo'ladi. Inson musulmondan biladi. Musulmon shunaqa odam. Qachon ro'za tutishlik avla, qachon ro'za tutishlik avla emas. Va Allohdan so'raydi. Va vaqtini tartiblaydi. Vaqtni tartiblashlik bu ham inshaalloh o'zini ishini qiladi yoki o'zini natijasi, samarasi, ijobiy samara beradi. Va shu kabi hadisni foydalaridan, bu 3-chi masala, hadis foydalaridan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam faqatgina Ramazon oyini to'liq tutganlar. U degani bir oy nafl tarzida, nafl niyati bilan Ramazon oyidan boshqa oy tutilmaydi. Xayrul hadi nabiy sollallohu alayhi vasallam yo'llari. Eng yaxshisi bu kim yo'li? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'llari. Va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyidan boshqa oyni to'liq ro'zasini tutmaganlar. Nima uchun? Nima sabab? An-Nawawi rahimahulloh mana bu hadis sharh Sahih Muslim sharhida aytganlarki, hattoki Ramazondan boshqa oy Ramazon kabi vojib degan gumonga bormaslik uchun. Ramazon ajralib turishi kerak. Ramazon oyi bu rukn. Islomning 5 ta rukni bor. O'sha rukndan biri Ramazon oyi. Unga boshqa nafl ibodatlar kirib ketmasligi uchun, kalkashib ketmasligi uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam faqat Ramazon oyining ro'zasini to'liq tutadilar. Keyingi masala, 4-masala bu ham hadisning fiqhul hadis. Mana bu Sha'bon oyida ro'za tutishlikni fazilati. Ko'proq ro'za tutishlikni fazilati. Shunga aytdilarki, boshqa yana bir hadis kelgan Oyshadan lam yakun nabiy sollallohu alayhi vasallam yasumu shahran aksara min Sha'ban fa innahu kana yasumu Sha'ban kulla. Sha'bonni hammasi tutardi. Lekin bu yerda kull aksar. O'sha hadisning boshida aytdiki aksar dedi. Va bizni hozir mana bu hadisimizni bulug'da kelgan hadisimiz ham bu yerda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aksar tutganlar. Ya'ni kull barcha oyni tafsiri boshqa hadislar ma'nosi g'olibi inson g'olibi ko'pi, ya'ni 20 kun, 25 kun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ro'zasini tutardilar. Xo'p. Va olimlar nima uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Sha'bon oyini yoki aytamizki hikmat nima? Nima hikmat bu yerda Sha'bon oyida ro'zani Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p tutganlar? Bunga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari javob berganlar. Val hadisu Nasoida Sunan al-Kubroda isnadu sahih. Aytadilarki, Usama ibn Zayd radhiyallohu anhuma قلت يا رسول الله لما لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. من sizni Sha'bon oyida tutgan ro'zangizni boshqa oylarda ko'rmayapman yoki ko'rmadim. قال ذلك شهر. Bu oy يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. Bu oy shunaqa oyki, Rajab bilan Ramazon orasidagi oy va odamlar bunga beparvodir. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. Mana bu Sha'bon oyida amallar Alloh huzuriga ko'tariladi. Hisob kitob uchun. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Men ravo ko'raman, yaxshi ko'raman amalim Alloh huzuriga ko'tarilganda ro'za holda bo'lishligim.
ro'za holida bo'lishligi. Demak, mana bu hikmat ekan. Hikmati nima uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ramazondan oldin Sha'bon oyida ro'za tutishlari, ay mana bu Sha'bon oyida amallar Allohning huzuriga ko'tariladi. Allohning huzuriga ko'tariladi. Xo'p, bu yerda yana bitta shubha paydo bo'lishi mumkin yoki bir masala deylik. Masala. Xo'p, payg'ambarning hadis kelgan. Afdalus siyam ba'da Ramazon shahrulloh muharram. Eng afzal ro'za tutishlik oyi bu Muharram oyi. Hijriy taqvimda birinchi oy. 12 Zilhijjadagi Muharram keladi. Xo'p, qanaqa tushunsa bo'ladi buni? Bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Sha'bon ro'za tutyaptilar. Bu yerda bu hadis kelyapti. Al-javob, bu hadis shak shubhasiz. Muharram oyini ro'zasi Sha'bonni ro'zasi afzaldir. Hadisni dalolati ochiq oydin shunga dalolat qiladi. Muharram oyini ro'zasi ay nafil ro'zalari va Muharram oyida Ashura bor. 10 Muharramda Ashura kuni bor, o'shanda ro'za Ashura ro'zasi tutiladi. Afzaldir Sha'bon oyidan. Xo'p, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ishni qilmadilar. Nega payg'ambardan sobit bo'lgan, vorid bo'lgan narsa bu Sha'bon oyida ro'za tutganlari. Al-javob, An-Navaviy rahimahulloh bunga ham javob berganlar. Aytadilarki, ikkita ehtimol bor, ikkita variant. Yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umrlarini oxirida buni fazilati u kishiga nozil bo'ldi vahiy orqali. Yoki Allohning taqdiri bilan, ikkinchi variant ehtimoli, Allohning taqdiri bilan Muharram oyida doim band bo'lganlar. O'shanga Sha'bon tutganlar. Birida ikki. Va illo Muharram oyini ro'zasi afzal. Nima degan afzal? Ajri ko'p. Sha'bonga nisbatan. Lekin hukm qavoradi. Ya'ni inson Muharramni ham tutsa, Sha'bonni ham tutsa ko'p, inshaalloh savobini, ajrini oladi. Lekin agar tanlamoqchi bo'lsa, Muharram tanlasin. Muharram oyida ro'za tutishlik bu afzaldir. Allohu a'lam. Keyingi hadis bu 40-hadis. قال الحافظ ابن حجر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga buyurdilarki, har oydan 3 kun ro'za tutishlikni. 13 ay hijriy oydan va 14 14 va 15 15. Ravohu Nasa'i va Termizi va Sahih Ibn Hibban. Ay bu hadisni Nasoiy o'z sunanlarida va Termizi o'z jamiyalarida va Ibn Hibban sahihlarda rivoyat qilganlar. Bu hadisning dalolati mana bu har oydan 3 kun tutishlikni fazilati. Birinchi masala tarjima, rovin tarjima holi. Bu zot Abu Zar al-Ghifari, Jundub ibn Junada al-Ghifari. Bu kishi birinchilardan islomni qabul qilganlar. Payg'ambar huzuriga kelib islom qabul qilganlarida u kishi 4-edilar. Islom qabul qilish bo'yicha 4-edilar. U kishidan oldin faqat 3 kishi islom qabul qilgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishini yana qayta o'zlarini diyorlariga qaytishlikka buyurdilar va inshaalloh qachon fursat bo'lsa o'shanda kelishlikni nima qildilar, talab qildilar. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganlarida u kishi ham darhol orqalaridan Madinaga hijrat qildi va yonlarida bo'ldi. U kishi bilan birga jihad qildilar. U kishi ko'makchi bo'ldilar va u kishi ma'ruf o'zlarini taqvolari bilan, o'zlarini dinlari bilan. Va bu kishi sahobalarni olimlaridan hisoblanadi. O'shanga Abu Bakr Siddiq, Xulafa Roshidin bo'lgan zamonlarda Abu Bakr Siddiq, Umar va Usmon zamonlarida fatvo berganlar. Ay mufti bo'lganlar, fatvo berganlar. Va bu kishi zuhdda, sidqda, ilmda, amalda ma'ruf, mashhur bo'lganlar. Va shu kabi haqni gapirishlikda hech kimdan qo'rqmaganlar.
ma'ruf. Kim agarda u kishini tarjimaxonni ko'rsa, o'qisa, guvoh bo'ladiki, hech kimni, ya'ni qarab o'tirmaganlar. Podshoh bo'ladimi, rahbar bo'ladimi, oddiymi, haqni gapirishgami, haqni gapirganlar. Va Umar ibn Hattob bilan birga Baytul Maqdisni fathida ham u kishi ishtirok etganlar. Va Robda degan joy bor, Madinadan tashqarisida. O'sha yerda 32-hijriy yilda Usmon ibn Affan zamonlarida, xilofatlarida vafot etganlar va janozalarini u kabi misoli olim o'qigan. U kishi Abdullah Mas'ud bo'lganlar va Abdullah Mas'ud u kishidan keyin azdan u kishi ham vafot etganlar. Chunki Abdullah Mas'ud ham 32-yilda hijriy yilda vafot etganlar. Keyingi masala, ikkinchi masala hadis tahriji. Bu hadisni An-Nasoiy sunanlarida, Termiziy sunanlarida, Ibn Hibbon sahihlarida rivoyat qilgan. Yahya ibn Sam isnod yo'lidan u kishi Musa ibn Talha, u kishi Abi Zar al-Ghifari tomonidan hadisni rivoyat qilganlar. Va bu isnaduhu hasan. Chunki Yahya ibn Sam saduq degani buni hadisi hasan. Va hasan sahihdan sal pastroq, lekin amal qilinadi, maqbul. Bizda sahih bor, hasan bor. Hasan sal pastroq. Va Yahya ibn Sam saduq bo'lgani uchun isnod, bu hadis isnodi hasan bo'ladi va natija bir, ya'ni amal qilinadi, lekin bu faqatgina ilmiy jihatdan, hadisiy jihatdan ozgina farqi bor, lekin umumiy holda bu tatbiq, ya'ni hadis maqbul va amal qilinadi. Uchinchi masala hadisni dalolati. Bu hadis har oydan 3 kun tutishlikni fazilatligini yoki fazilati borligini dalolat. U ham 13-kun, 14-kun va 15-kun. Va bu kunlar hijriy taqvim bo'yicha. Bir inson agar milodiy Gregorian taqvim bo'yicha agar ro'za tutadigan bo'lsa, la valloh, bu ajrni olmaydi. Sharti hijriy taqvim bo'yicha ro'za tutishligi. Va bu kunlarni 13, 14, 15 ni arab tilida ayyamil bil, oq kunlar deyiladi. Nima uchun oq kunlar? Chunki bu kunlarda oy to'liq ko'rinadi. To'liq ko'ringandan tunlar oq kabi bo'lib qoladi. Oq nurlanadi. Ya'ni o'sha oyni nuri bilan yorug'lanadi, xuddi oq kabi bo'ladi. O'shanga ayyamil bil deyishadi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan, ya'ni sahobalar rivoyat qilishgan. Ya'ni bu yerda hozir 13, 14, 15 kelgan. Va boshqa sahobalardan hadislar kelganki, boshqacha lafzlar kelgan. Qanaqa tushunsa bo'ladi? Har bitta sahobiy bilganini rivoyat qilgan. Ya'ni misol uchun Abi Hurayraning hadisi kelgan Sahih Muslimda, "Awsani khalili bi siyami 3 ayyam." Meni yaqinim Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menga vasiyat qildilar 3 kun tutishlikni. Bu yerda tahdid kelmadi. Abu Zar hadislar tahdid keldi. Ya'ni bir inson 3 kun agar ro'za tutadigan bo'lsa, bo'ldi inshaalloh. Ya'ni Abi Hurayra hadisini agar qiladigan bo'lsak, oladigan bo'lsak, u yerda ya'ni inson 3 kun tutsa bo'ldi har oydan. Payg'ambar vasiyatlar bu. Nima degani? Bu qanaqa tushunsa bo'ladi buni? Har bitta har sahobiy yoki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam joyi qarab hadis rivoyat qilganlar. Va sahobalar o'shani eshitib ummatga yetkazganlar. Shu kabi Oyshadan ham hadis kelgan. Sahih Muslimda aytiladi, u kishidan so'ralganda, akana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yasumu min kulli shahr 3 ayyam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har oydan 3 kun tutarlarmi? Qolat na'am. Faqila min ayyi ayyami shahr? Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami shahr yasum. Ay ummat, ya'ni u kishiga farqi yo'qdi. Oysha buni ko'rganlar. Abu Hurayraga unaqa vasiyat qilganlar. Abu Zarga buni aytganlar. Bu degan bir-biriga zid degani yo'q, zid degani emas. Bugun tanavvu degani. Bu yengillashtirilgan.
Ay kim agarda 13, 14, 15 tutish imkoni bo'lmasa, band bo'lib qolishi mumkin, mazasi kasal bo'lishi mumkin yoki misol uchun ayollarda uzrli holat bo'lib qolishi mumkin. U holda mahzun bo'lmang. Alhamdulillah. Bosh kunni tuting. Savobingizni, ajringizni olasiz. Lekin bu 13, 14, 15 bu fazilati qoyimdir, voriddir va bu 13 ya'ni bir inson aytsa menga qaysi vasiyat qilasiz? Dushanba, payshanbami yoki 13, 14, 15 mi? 13, 14, 15. 13, 14, 15. Kimda agar jam qilish imkoni bo'lmasa, 13, 14, 15 tutsin. Agar dushanba, payshanba tutmasdan imkon bo'lmasa, shu 3 kun maqsad inshaalloh savobingizni biiznillah to'la qolasiz. Bu kunlar ro'zasi afzaldir. Chunki nafllar orasida ham afzallik bor. Nafllar emas, bir darajada emas. Va hadisning foydalaridan mana bu 3 kun ro'zasi mustahabdir. Ay bunga targ'ib qilinadi, tutishligi afzaldir. Va inson agar imkoni bo'lsa ro'za tutishlik bilan o'ziga shu amalni o'zini amallar qoimasiga jadvali kiritsin. Chunki bu amal kabi amal yo'qdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bekor aytmadilar. Alayka bis-siyam fa innahu la mathilahu. Abu Umama al-Bahili kelib payg'ambar so'raganlarida ya Rasululloh avsini menga bir amalni aytingman, shu amalni qiladiganlar lekin ro'za tuting. Ay nafl ro'zalarni. Farzdan keyin nafl ro'za tuting. Fa innahu la mathilahu. Unga teng keladigan yo'q. Va meni gapimni kim agar o'z hayotiga amallar jadvaliga nafl ro'za kiritgan bo'lsa, gapimni anglaydi. Insonning hayotda o'zgarishlar, subhanalloh, va yaxshi tomonga o'zgarishlar va Alloh yaqin bo'lishligi, subhanalloh, duolar mustajab bo'lishligi o'z muayyan paytdan keyin buni sezishni boshlaydi. O'shanga mana bu ro'za tutish amali bu eng afzal amallar hisoblanadi va nafl ro'za orasida mana bu 13, 14, 15 bu targ'ib qilingan amallar hisoblanadi. Va ikkinchi foyda mana hozir birinchi foydani ta'kidlaydiki, bu qanchalik amal muhimligi 13, 14, 15 qanchalik ayyamil bil dushanba payshanbaning afzalligini ikkinchi foyda hozir buni bizga bayon qiladi. Va ikkinchi foydamiz mana bu ro'zani ayyamil bil ro'zalarini hatto safarda ham, muqim holda ham, safar holda inson ro'za tutishlikka targ'ib qilinishi. Qattan bildik hadis Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu. Buni hadis Nasoiy o'zlarining kubra sunan kubra kitoblarida hadis to'plamida sahih sanad rivoyat qilganlar. Aytadiki Abdulloh ibn Abbas kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la yuftiru ayyamil bid fi hadar va la safar. Ay payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu ayyamil bid 13, 14, 15 ro'zalarini na safar bo'lmagan holda va safarda ham, muqim hollarda va safar hollarida, musofir bo'lgan hollarda iftni to'xtatmasdilar, ayol ro'za tutardilar. Bu yana ta'kid. Dushanba payshanba narsa kelmagan. O'shanga bu ayyamil bil dushanba payshanba ro'zalaridan ko'ra afzaldir. Va uchinchi foyda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatlariga mehribonliklari. Chunki ularga foydali, nimaki ularga manfaatligini agar ya'ni nimaki foyda va ular manfaati bo'lsa bayon qilganlar sollallohu alayhi vasallam. Shu yerda ham bayon qildilar. 13, 14, 15 bu Alloh rozi qiladigan amallar. Allohning rahmatiga ega sizg'or bo'lishlikni sabablaridan bo'lgan amallardan bo'lgani uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunga nima qildilar? Targ'ib qildilar. Va albatta inson qo'lidan kelgancha, qurbi yetguncha, qodir bo'lguncha. Va subhanaka Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Walhamdulillahi robbil alamin.